Assalomu alaykum hammaga, Atker Gaz Servis obunachilari. Xo'p, MSM Cobaltga sizlarga yana bitta yangilik qilib qo'yganmiz. Sizlarga ham bu bonus, ham yangilik bo'ladi. Bu yerda hozir ozgina o'zgartirishlar kiritdik ustanovkada. Buni oldin bizda qo'ydirganlar yoki oldin ko'rganlar biladi. Bu yerda blok MP48 OBD bo'lgan, bilasizlar, bu mashinalarda prashipka qilib bo'lmaydi. Shuning uchun OBD mashina bilan har doim bog'lanib turgani yaxshiroq, chek yonsa ko'rsa bo'ladi. O'zi shu holatga qarab adaptatsiya ham qilinadi. Blokimiz kranshtaynlarda hammasi buni o'ziga spesialni yasattirdik. Injektorlarimiz ham umuman boshqacha, oldin boshqa qo'yardik. Bularda yana ham chiroyliroq, filtr ham o'zini kranshtayn turadi. Reduktorlar sal bu tomonga chiqarildi. Bu ustanovka oldingidan yana ham nima farqi bor? Oldingi Cobaltlarga nisbatan miya bularda protsessori kuchliroq, yana ham aqlliroq. Mashina bilan to'liq bog'lanadi. Shuni hisobiga mashinani yurishi idealroq bo'ladi. MSMga o'zi ozgina pulidan qochmayapsan, shunaqa blok qo'ygan, o'zi maslahat beramiz. Keyin bu yerda sizlar uchun o'sha aytgan yangiligimiz bu MSM o'zi hamma bilib turibdi. Tabloda ko'rishlaring mumkin. Suv datchik chiqarib berganmiz. Bu oldin bilasizlar eski Cobaltlarga yozib berardik. Endi sizlar uchun yangi Cobaltlarga ham MSM uchun ham suv datchik chiqarib qo'ydik. Soatlargacha shu yerdan ko'rsalaring bo'ladi. Monitorida ham bor, lekin bu yerga ham chiqarib beryapmiz. Xudo xolasa sizlarda MSM yoki boshqa eski Cobaltlar farqi yo'q, o'zi mashinani hammasini olib kelsalaring, ko'rganlaringdaqa idealni chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Eski Cobalt uchun ham xudo xolasa bitta bonus qo'yamiz deb turibmiz. Tur rejimli programma chiqqan, bilasizlar, o'zi internetda ham osal umumlashib qoldi. Uni bitta sizlar uchun to'liq obzor qilaman. Xudo xohlasa o'sha tur rejimli programmani kim bizda o'sha ustanovka qildirsa, sizlar uchun uni ham bonus qildirib olmoqchiman. Endi bu sudati shunday bonus bo'ldi. Alohida kimdir kelib yozdirmoqchi bo'lsa, narxi 300 ming so'm tabloga chiqarib berish MSM uchun. U prashipkamiz tur rejimli 600 ming so'm bo'ladi. Xudo xohlasa uni ham ko'rib chiqyapman. O'ziga yarasha uni ham rasxodlari bor har bitta programma yozilganda. Endi hozir uni bitta obzor qilaman. Agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, uni ham shunday qilmoqchiman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga qiziq bo'lgan yangiliklarni, sizlarga manfaatli bo'lgan videolarni qo'yib boramiz. Sog' salomat bo'lasizlar. O'zi asli jicha o'zi so'mma bo'lib qo'shiladi bu narsa buni ustanovkaga. Lekin mayli, shular kirib ketsin, klient nazari yana qaytib kelsin deb. Shu sizlarga ko'rib, o'sha men buni anchadan men sizni kuzataman-da, anaqangizni. Hamma narsani mutaxassis qildi. Ha. Aka qiziqishga maqtanish emas, masalan, yog' pog' alishtirgani kirasi. Zavodda qo'yib chiqyapti ekan, din ikkilanadi aka. Mayli, qo'yib bergan ustanovkani yog' alishtirgan borsa, ko'pi borib turib, oxirgi mana shu 1 yillikda shu narsaga urg'u berdi. Oldin misol zo'r yursa bo'ldi, mashina masalan, turibdimi, qotdimi, hamma yo'q. Yo'q, endi oxirgi mana shu 1 yillikda asosiy rakurs sifatni oshirishga, lubochasiga misol mana hozir atrofimizda ustanovchi ko'pda, hamma bir-birini tagida narx tushirish bilan ovora. Biz lutchi o'shani klientga oshirib beraylik. Kimdir masalan siz xohlayapsiz, plyus bor. Zo'r narsa xohlayapsiz. Yo'q hozir shaharda aka. To'g'risi yo'q, ishoning. Shu narsa bir kishi qolsin dedi, shuning uchun qolgizdek. Bo'lmasa hammasi misol oddiy misol mana aka, mana shu ko'zga ko'rinmagan temirlar bor-da. Anaqa shu miya qotadi, alohida buni qolib qilib chiqaradi. Injektor, filtr hammasini. 1 oylikda 50 million qarz bo'libdi, ishonasizmi? Agar men klient masalan shu pulga sizni ko'ndirsam, masalan, ko'ndingiz, ustanovka ham yaxshi, shunday kranshtaynsiz ham. Lekin bu unda kichik pala-parchiroq bo'ladi. 50 million shu bir oy cho'ntagimga qoladi-da agar. Demoqchiman, shu kirib ketyapti. Misol har bitta mashinadan 80 ming, 90 mingdan bo'lsa ham 1 oylikda u katta summa bo'lib ketyapti-da. Demoqchiman, shu narsalar qolyapti. Endi hali o'zi asli kimdir gapirish kerak, kimdir tushunmaydi, lekin hali artishga arziydigan narsa-da. Kimdir uchun arzimagan narsa. Yo'q, arzimagan narsa shu katta pul bo'lib ketyapti-da. Hozir temirchi 50 million qarz bo'lib ketib o'tibmiz. Xudo xolasa aka, kelaverish. Tushuntirib qo'ysangiz hali. Ha, knopkasi.